Iltimos, hurmatli vatandoshlar, hech bo'lmaganda Masjidul Harom bilan Masjid Nabaviyga kelganda mana shu ishni qilmaylik. Mana shu bitta ish bor, aynan faqat o'zbekistonliklar, bizda vatandoshlarimiz qiladi-da, odamni xafa qiladi. O'zbekistonda masjidlarda ham imomlarimiz gapiraverib charchab ketgan. Mana shu atrofimga qarang, birorta millatdan, bironta davlatdan kelgan musulmon birodarlarimizni masjid joynamozini ustiga joynamoz to'shaganini ko'rmaysizda. Boshqa birorta millat, bironta davlatdan kelgan musulmonlar unday qilmaydi. Lekin aynan O'zbekistondan kelgan vatandoshlarimiz O'zbekistonda ham shu ishni qiladi. Masjidni yangi joynamozini ustiga o'zini bir necha marotaba ko'chaga to'shagan, changga to'shagan joynamozini olib kelib oladi. Bu nima deganlaring? Masjidni joynamoziga ishonmaymiz deganlaringmi? Yo ustimda kir qiladi deganimi bu? Endi shu ishni Saudiyaga, Madinaga, Makkaga kelib ham shu ishni to'xtatmayapti. Masjidul Harom bilan Masjidul Nabaviyning joynamozini ustini bir kunda 5 mahal tozalaydi bu yerdagi tozalovchilar. Siz uni ko'chaga, marmarga, asfaltga to'shagan, betonga to'shagan joynamozingizni olib kelib chang qilyapsiz. Imom Buxoriy hazratlarini, vatandoshimizni bir ikkita amalini odamlar maqtagan. Biz Imom Buxoriyni degan hech qachon g'iybat qilganini va hech qachon masjidga bir hasmi, cho'pmi, chang tushsa, shuni indamay o'tib ketganini ko'rmaganmiz degan. Hazrat o'zlari ham aytgan, men umrim davomida hech kimni g'iybat qilmadim va qachon masjidda bitta has ko'rsam, cho'p ko'rsam, chang ko'rsam, darrov tozalab cho'ntagimga solib oldim degan. Allohning baytiga, Alloh taoloning uyiga bunaqa hurmatsizlik qilmaylik. Vatandagilar ham, Madina va Makkadagilar ham.